Qanday holatlarda avtomobilingiz qayta jihozlangan hisoblanadi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 22 fevraldagi 86-son qaroriga muvofiq quyidagilar konstruktiv o'zgartirishlar ro'yxati hisoblanadi. Yukxona o'lchamlarini o'zgartirish, balandligi yoki uzunligini oshirish, kuzovni almashtirish, gidrobord o'rnatish, kuzovning tashqi ko'rinishini o'zgartirish. Masalan, Captiva 3 ni Captiva Tour ko'rinishiga keltirish, dvigatelni almashtirish, yarim tirkamani tirkamaga aylantirish, qo'shimcha yoqilg'i baki o'rnatish, o'rindiqlarni o'rnatish yoki olib tashlash, ishlab chiqaruvchi tomonidan nazarda tutilmagan antenna, sirena yoki ratsiya o'rnatish, zaxira g'ildiragini belgilangan joydan boshqa joyga o'rnatish, miltillovchi chiroqlar va maxsus ovozli signal qurilmalarini o'rnatish, gaz ballon uskunasini o'rnatish. Avtomobilingizni qonuniy rasmiylashtirish yo'l harakati jarayonida ortiqcha savollar va noqulayliklarni oldini oladi.